Hurmatli vatandoshlar, qadrdonlar, qarindoshlar. Bu meni o'g'lim Meliyev Bekzod. 37 yoshda. 2024-yil mart oyida o'g'limda saraton xastaligi aniqlangan. Burun halqum qismida limfa karsinomasi diagnozi qo'yilgan. O'sha 2024-yildan beri o'g'lim 8 ta ximiya terapiyasini oldi. 8 ta ximiyadan so'ng nur olishni tavsiya etishdi. Nur beruvchi vrachning oldiga borganimizda kompyuter tomografiyasini ko'rib, burun halqum va miya o'rtasidagi suyakda yemirilish bor. Nur bersak teshilishi mumkin. Teshilgandan so'ng qon ketadi va farzandingizdan ajralib qolasiz. Rozi bo'lsangiz ilojini qilib nur beramiz. Shu uchun biz bo'ladigan narsani oldindan aytamiz deb vrach ogohlantirgan edi. Shundan keyin biz nurdan voz kechdik. Mana 7 oydirki o'g'lim 4-stadiyada juda azob chekyapti. Kecha kunduz og'riq. Hech qanday dori ukollar foyda bermayapti, og'riq qolmayapti. Hindistonlik vrachlar bilan gaplashganimizda bizda limfa karsinomani davolash imkoniyati bor. Agar iqtisodiy tomondan baquvvat bo'lsangiz, olib kelib davolatib ketishingiz mumkin deyishdi. Davolash barcha xarajatlari $15,000 bo'lar ekan. Bizda hozircha bunday imkoniyatimiz yo'q. Hurmatli xalqimiz, imkoniyati borlar. Oz-moz bo'lsa-da yordam qilingizlar. Shu mablag'ni to'plab o'g'limni Hindistonga olib borsam, davolatsam. Bu hali 37 yoshda. Yashashni xohlaydi. Hech bo'lmasa bir kun og'riqsiz uxlayin deydi. Uxlashi ham qiyin. Imkoniyat borlar, iltimos yordam qilingizlar. Bu ham tuzalsin. Yordam qila olmaganlar duoda bo'lingizlar. Duo qilingizlar. Duo har qanday yordamdan ham kuchli yordam bo'ladi. Duoda bo'lingizlar. İmkoniyati borlar yordam beringlar. İltimos duoda bo'lingizlar. Og'riqlardan charchadim. Mana shu ahvol kecha kunduz. Bo'pti. Hammaga sog'lik tilayman. Sog' bo'linglar.